Assalomu alaykum, hurmatli Mototos kanali obunachilari. Ramazon aksiyamiz ham so'nggi kunlari qoldi. Ulgurdi. 2-3 kun vaqtimiz qoldi. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib, arzon narxda bo'lgan instrumentlarni xarid qilishga shoshilamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, sifati zo'r bo'lgan, ya'ni 4D lazerli uruvimiz juda ham arzon narxda. Makita brendiga tegishli. Xohlaganlar uchun mana Devalt brendiga tegishli. Komplektda hamma narsasi bor. Keyslari, oyoqlari, mana ishlashlarini ham ko'rasiz. Tabloli varianti, pultlari ham bo'ladi. Bemalol pultni ham boshqarsangiz bo'ladi. Pultni ham boshqarib ko'rsam bemalol. Shunaqangi sifati zo'r bo'lgan instrumentlar narxi qiziq. Endi oldingi videolarda ham aytib o'tganmiz. Hozir aksiya ketyapti. 380 ming so'mdan shunaqangi sifati yaxshi bo'lgan lazerli uruvlarni 4D, ya'ni bitta diplomatchada polni ketadi, komplektda ko'tarib ketasiz. Makita, Devalt, Bosch firmasi, hamma firmalardan bor. 380 ming so'mdan. Ulgurib qolamiz. Buni like bosib obuna bo'lib qo'yamiz, boshqalarga ham tarqatamiz. Arzon narxdagi instrumentlarni xarid qilishga shoshilamiz. Xohlaganlar uchun mana Devalt brendiga tegishli 5 shotning turpovar, bu 5 shotning 48 vatli veylga. Aslida 20 48 vat yozilgan. Buning narxini 280 ming so'm qilib beramiz. Komplektda mana keslik naborlari ham bor. Xohlaganlar uchun mana Bosch firmasiga tegishlisi bor. Buni ham narxini 280 ming so'm qilib beramiz. Juda ham arzon, qulay narxda. Xohlaganlar uchun mana shotshning varianti bor. Buning narxini 180 ming so'm qilib beramiz. Juda ham qulay narxdagi instrumentli naborimiz. Mana ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Juda ham qulay, polni komplektda naborlari bilan beriladi. Batareykasi indikatorli bo'ladi. Hammasi indikatorli batareyka. 180 ming so'mdan. Xohlaganlarga Devalt brendiga tegishli, xohlaganlarga Makita brendiga tegishli naborlik variantlari 180 ming so'mdan kelib, tezroq ulgurib qolishga shoshilamiz. Xohlaganlar uchun mana 5 talik naborlarni ham juda ham skidka narxda qilib qo'yganmiz. Sifati zo'r bo'lgan perforatorlarni ham ishlatib ko'rsatib beraman. Batareykasi bir-biriga juda ham qulay ishlangan. Cholkalik variantlari bular ham bor. Cholkalik, shurpovoyor, gaykalar hammasi o'zi 2 milliondan oshadi. Bu yaxshirog'i bo'ladi, chunki bunda ikkita bistra zaryadchik berilgan. Buni o'zi 2 milliondan ham oshardi. Hozir shu o'sha aksiyadagi skidka narxi 1 million 550 ming so'm. Xohlaganlarga Makita brendiga tegishli, xohlaganlarga mana Devalt brendiga tegishlisi bor. Kimga qiziq bo'lsa, sifati zo'r bo'lgan mana elektropilalarimizdan ham olib kelib qo'ydik. Makita elektropillar o'sha tugab qolganda, ko'pchilik so'rayotgandi. Narxini 380 ming so'mdan qilib beramiz. 500 ming 450 ming so'm sotilayotgan elektropilalarni 380 ming so'mdan qilib beramiz. Xohlaganlar uchun perforatorlarimiz bor. Perforatorlarimizni bilasiz, 500 ming 550 ming so'm sotganmiz. Bu perforatorlarimizni bor yo'g'i narxini 350 ming so'm qilib beramiz. Ulguramiz shunaqangi arzon narxdagi instrumentlarni xarid qilishga. Nabor kulishlarimiz bor. Buni ham soni oz qoldi. Ulguramiz. Qo'ldan kelgancha biz ko'proq mahsulot olib kelyapmiz, lekin tugab ketyapti. Ulgurib qolamiz va sonlari oz qoldi kunlarimizni. Buning narxini 450 ming so'm, 500 ming so'm, 700 ming so'm sotiladigan nabor kulishlarni 420 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shu komplektda, polni komplektda nabor. Xohlaganlarga eng qiziq variant qo'y yungini oladiganlarni ham originalini, oddiy variantlarini skidkaga tushirganmiz. Mana originali bu, ya'ni 1200 vatlik qimmati, zo'ri, mashinasi chiqadi. Bu professionallar uchun ishlatishga ham bo'ladigan varianti. Juda ham sifatlari qulay chiqqan. Narxini 750 ming so'm qilib beramiz. 900 ming 950 ming so'm sotilayotgandi. Bularni ham skidkaga qo'yganmiz. Kimga shunaqangi sifatli instrumentlar kerak bo'lsa, Ramazon shu aksiyamizdan foydalanib, tezroq ulgurib qolamiz. Arzon narxdagi instrumentlarni xarid qilishga ulguramiz.